Assalomu alaykum. Staten Islandga yaqin joylarda New Jerseyda zo'r mahallalar bormi deb mendan ko'p so'rashadi. Albatta bor. Biz hozir shu joyda turibmiz. Mana nomi Old Bridge. Bugun navbatdagi closingimiz bo'ladi Old Bridge'da. Mana orqamda turgan uyni xudo xolis bitta vatandoshimiz olyapti. 550 mingdan arzonga olingan uy, remontlarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mahalla juda ham tinch. 95 dan bor yo'g'i 8-10 minut xolos. Hozir uyda ishni bir borib ko'ramiz. Hammasi yaxshi bo'lsa, borib uydagilarga kaltlarni topshiramiz. Mana sovg'alarimiz ham tayyor turibdi. Mana uyda ichini tozalagan Dyson'ni zo'rini olganmiz. Bu yerda mahalla to'lovi yo'q, o'tlarni o'zi o'rish kerak. Chunki mana o't o'radigan uskunasini ham olganmiz. Yangi uchun gullarning eng tozasi. Bunaqa sovg'alar hammasi bilasizlar faqat Husniddin Realtor'da. Qandingni ur omadli odam, yoqmaydi-da o'zib ketganing, qoliplarni buzib ketganing.